Toshkentda 2 yoshli bolaning bog'cha past tomonidan bo'g'ib o'ldirilishi. Qashqadaryoda esa 2 yoshli qizaloqning loqaydlik tufayli mashinada qamalib qolib halok bo'lishi. Chilonzorda bog'cha bolasining 2-qavatdan yiqilib tushishi tufayli vafot etishi. Bu gaplarni eshitsak etimiz junjikib ketadi. Lekin bu holat biz kapalakdek asraydigan, ko'zimizning oq qorasi bo'lgan farzandlarimizni topshirib ketayotgan bog'chalarda ro'y bermoqda. Eng alam qiladigani esa bunga aybdor yoxud mas'ul shaxslar yetarlicha javobgarlikka tortilmayotganligidir. Misol uchun, Olmazor tumanidagi xususiy bog'cha tarbiyachisi bolani tushlik vaqtida uxlamaganligi uchun shafqatsizlarcha qiynagan, ko'tarib yerga uloqtirgan, og'ziga choyshabni tiqib azoblagan, tepgan va yuziga urgan. Bu qiynoqlardan og'ir tan jarohati olgan bola koma holatda shifoxonaga olib borilgan va oradan 2 kun o'tib vafot etgan. Tarbiyachi esa atigi 6,5 yil ozodlikdan mahrum etilgan. Nahotki bir bolani ataylab o'ldirgan insonga shunchalik yengil jazo qo'llab bo'ladi? Balki bu sohada yetarlicha nazorat yo'qligi, jazo choralari qat'iy va qattiq emasligi uchun bu holatlar keti uzilmayotganidir. Balki bu sohada sifat nazoratini kuchaytirish va bu kabi holatlar takrorlanmasligi uchun jazo choralarini kuchaytirish kerakdir. Sizning bu boradagi fikringiz qanday? Siz farzandingizni shu kabi bog'chalarga ishonib topshira olasizmi?